Sen bilmaysan, hech narsani tushunmaysan. Kechagina dunyoga kelding, nimani ham bilarding deb. Yana o'qishlarini ham gapirishdi. Yomon o'qiysan, o'qituvchilaring senga rahmi kelganidan 4-5 qo'yishyapti. Aslini olganda bilming yo'q, hech narsani bilmaysan. Yana qanaqadir maktabdan qanaqadir savollar berishni boshladi. Ayniqsa o'sha erkak kara jadvalini savollarini beryaptimi, kelishiklarni savollarini beryaptimi. Короче, haligi qizcha ovqatini odamga o'xshab yeyolmadi, umuman yeyolmadi. Ancha kuzatdim. Jidda bilmadim, 15-20 minut agar o'sha yerda yeb o'tirgan bo'lsam, men yeb o'sha turib ketdim, lekin ular o'tirishdi hali. Va shu 20 minut atrofida to'xtamasdan tanqid qilishdi. U qizni tashqi ko'rinishi ham qolmadi, xarakteri ham qolmadi. Xarakteri juda ham ezmaygan. Qatga turib borishadigan bo'lsa, juda ham ko'p kutishar ekan. Bu bechara erkak bilan bu bechara ayol rosa gapirishdi. Keyin men nimaga unaqa ekan deb, nimaga ota-ona shunchalik bolasini tanqid qilib tashlayapti? Yo o'zlari bir-birini o'rtasida, bu er-xotinning o'rtasida shunaqa problema borki, problemasini boshqa odamga, uchinchi odamga-da, shu kichkina bolaga sochishyapti. Yoki bu ota-onani o'zida qanaqadir muammolar borda, ya'ni bir-biri bilan emas, o'zini ichida. Misol uchun onasi, bilmadim, endi tashxis qo'ygim kelmadi, chunki ular meni konsultatsiyamga kelishgani yo'q. Lekin endi profdeformatsiya deganidek, xohlaysan, xohlamaysan, ozgina o'ylanib qolasan. Ayniqsa o'sha kichkina qizchaga juda ham rahmim keldi. Shunda o'sha gaplarida yana bir gapni eshitib qoldim va shunda tushundimki, gap nimadaligini tushundim. Gaplarning orasida o'sha ayol aytdiki, mana dedi, Nodir tog'ang dedi, senga harakat qilyapti, senga yordam bermoqchi. O'zini bolalari bo'lsa ham baribir senga o'zini bolasidek munosabat qilyapti. Sen haqingda o'ylayapti, qayg'uryapti deb ayol gapirdi. Shu paytda tushundimki, gap mana nimada ekan, chunki bu qizni haqiqiy otasi emas ekan.